Allohim, biz iymonning gilosini yeb qo'ydik. Ustimda 8 yillik eski ko'ylagim bor edi. Bilasizmi, hozir qayerda yashayman? 90-yillarda bir kino bo'lardi. Daniyalik kelin degan. Kelin to'y kuni Istanbulning eng go'zal tepaligi Chamlija tepasida otda sayr qiladi. Bu kinoni har ko'rganimda Chamlijani ko'rishni orzu qilardim. Aslida qo'rqa-qo'rqa orzu qilar edim. Chunki Turkiyaga borish bir chetda tursin, Xorazmga ham bora olmas darajada faqir edim. Ba'zan mendan so'rashadi, nega sening duolaring qabul bo'ladi deya. Hammaning ham qabul bo'lgan bir duosi, qabul bo'lmagan 1000 duosi bordir albatta. Ali roziyallohu anhu, men Allohning Alloh ekanligini, har duoyimni qabul qilmasligidan bilaman degan edi. Qaysi duomizda biz uchun xayr bo'lsa, u duo qabul bo'ladi albatta. Duolarim qanday qabul bo'lardi? Chaqimchi bo'lganman. Shoir aytadi-ku, hammangni Xudoga aytib beraman deb. Men ham Xudoga aytib berardim. Shundandir balki, samimiyat bilan chaqimchilik qilardim. Yillar avval Toshkent viloyatida bir hoji boboning dala hovlisida bolalarim bilan birga yashashimga to'g'ri kelgandi. Juda faqir edim. Bolalarning qornini ham to'ydira olmasdim. Ertalab nahorga osh bor to'yxonalarga borib, bolalarga ortgan oshlardan olib yedirib, qornini to'ydirar edim. Bir imom qo'shnimiz bor edi. Bir kuni chelakda gilos olib chiqdi. Opa, bu gilosni bolalar yesin, keyin meni duo qilsin, $10,000 qarzim bor, qarzdan qutulsin shu deya duo qilasizlar, deb chiqib ketdi. U go'yo men bilan savdolashayotgandi. Gilosni beraman, evaziga duo qilasizlar deb. Bolalar 10 daqiqada gilosni yeb tugatishdi. Men esa o'zimni qarzdor his qila boshladim. Boshimni sajdaga qo'ydim. Allohim, biz iymonning gilosini yeb qo'ydik, ammo bu gilos juda qimmat, $10,000. Biz bu pulni topa olmaymiz. Iltimos, imomga yordam ber, dedim duoyimda. Ertalab imom, opa, duo qilganmidingiz? Men qarzimdan qutuldim, deb qo'ng'iroq qilib qoldi. Bugun Malayziyadan bir talabam uchib keldi. U to'g'ri menikiga keldi. Ustoz, menga nima xizmat deb so'radi. Men ham $10,000 qarzim bor, qarz bergan so'rayverib bezor qildi dedim. Talabam sumkasidan $10,000 chiqarib xontaxtaga qo'ydi. Men to'layman u qarzni, deb so'zini tugatdi imom. Misr elchixonasining arab tili kursida o'qir edim. Yana guruhdagilarning eng faqiri menman. Eng orqa partada o'tirardim. Darsdan keyin guruhdagi ayollar tabakaxo'rlikka ketardi. Men uyimga ketardim. Ko'pchiligi Toshkentdagi boyvachchalarning 2-chi, 3-chi xotinlari. Qo'llarida Nexia'ning kaltini o'ynatib, zerikmaslik uchungina darsga kelib ketishardi. Bir kuni u boyvachcha xotinlardan biri rosa chiroyli hijob kiyib keldi. Hamma qatori men ham chiroyli ekan, necha pul bu deb so'radim. Ustimda 8 yillik eski ko'ylagim bor edi. U doim mening bu ko'ylagimni masxara qilardi. Marziyaning ustidagi ko'ylakni Germaniyada mahbuslar kiyadi deya. U yana kuldi. Bu made in Turkey, $100 turadi. Bu hijobni sen tushingda ham ko'ra olmaysan, degan edi. Uyga keldim. Kecha namozga qalqidim. Allohimga aytib berdim. Hozir men Turkiyadaman. Tushimda ko'rishimga hojat yo'q. Istasam har hafta bitta $100lik made in Turkey hijobidan olishim mumkin. Ammo olmayman. Somon qadar qiymati yo'q dunyo molining. Dunyo mahbusxonasidagi 10 yillik ko'ylagimga roziman. Turkiyani tushlaringda ham ko'ra olmasang kerak degan edi. Bilasizmi, hozir qayerda yashayman? Chamlija tepasidagi saroy kabi uyimda. Derazamni ochsam, daniyalik kelinning otda sayr qilgan tepaligi bir qadam. Har derazani ochganimda 91-yilda qo'rqa-qo'rqa qilgan duoyim esimga tushadi. Bir o'rtog'im hajga borib kelgan edi. Hamma tanishlar unikiga ziyoratga bordik. Unga havas bilan tikilib turibman. Men ham bir kun hajga boraman dedim. U qotib-qotib kuldi. Cho'ntagingda ko'k tangang yo'q-u, qayoqqa borasan? Hajga borish porasining o'ziga 5000 ko'k tangang bo'lishi kerak dedi. Ziyorat tugab, uyga qaytayotganimizda u menga tagi yedirilib ketgan shippagini berdi. Men bu shippakni hajda kiyganman dedi. Uyga kelgunimcha shippak bilan gaplashib keldim. Sen qanchalar baxtlisan ey shippak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yurgan ko'chalardan yurib kelding, der edim unga. Oradan 5 yil o'tib o'zim ham hajga bordim va yirtiq shippak bilan qaytib keldim. Alloh ko'k tanga, qizil tangaga qaramaydi. Siz ham duo qilar ekansiz, samimiy bir chaqimchi bo'ling. U aslida bizning nima deyishimizni biladi.
ammo bo'ynimizni egib e'tirof qilishimizni sevadi. Yanada qizig'iga keldik. Uchastka qurayotgan edim. Noyabr oyi. Qor, yomg'ir, uyimning tomi ochiq. Qurilish materiallarim bor, ammo ustaga beradigan pulim yo'q edi. Shundoq ro'paramdagi qo'shnim usta. Bir kuni qo'shni, tomlaringizni yopib beraman, $500 bo'ladi. Qachon pul topsangizlar, o'shanda berasizlar deb qoldi. Xursand bo'ldik. Tom bitdi. Oradan bir kun o'tib qo'shnim mast, ichib olgan, oyoqda zo'rg'a turibdi. Darvozamni tepdi. Pulimni topib ber deb baqirdi. Xo'p, ertaga olib chiqib beraman dedim. Ammo qo'limda bir tiyin yo'q. Kechasi yana namozga turdim. Robbim, men yana keldim. Bu eshikdan ketmayman, chunki boshqa boradigan, so'raydiganim yo'q. Sen bir muslimangni bir aroqxo'r qarshisida yolg'onchi qilmaysan. Ertalab olib chiqaman deb so'z berib qo'ydim, deya duo qildim. Ertalab darvozamga qistirilgan konvert topdim. Ichida $500 bor edi.